Assalomualaikum. Men hozir teplik rotorni simsiz to'g'ri ulashda so'zlab o'taman. Oldindan rotorimizni zavodasiga qaytarib olgandan keyin uniki maxfiy numarni topishimiz kerak. Maxfiy numar normalde rotorniki keyin tarafida, ya'ni arka tarafida mana buningga o'xshash holat tikildi. Mana pin degan shu maxfiy numari shu bo'ldi. Buni maxfiy numarni kirgizib olgandan keyin telefonimizning bu tanshak bu rotor manage rotor deganni bassak bo'ldi. Mana bu yerga kirdi. Agar bu yerga torkovichni ochib buni bassak o'xshash. Hozir men siz kirib bo'lgan deb turib oldi. Rotorni qayta qo'zg'atishim kerak. Mana rotorni qayta qo'zg'atib oldim. Turkiyaga kirib mana o'sha IP'ni bassak bo'ldi. Zavoddan kelgan maxfiy numari admin. Ism maxfiy numari o'xshash. Tamam. Endi agar kimda rotorimizni maxfiy numari yo'q holatda ishlatmoqchi bo'lib qolsak, mana bu buni kirimiz buni tanlab olsak bo'ldi. Mana bu asl maxfiy numari. Shuni tanlab olsak, bu maxfiy numari inovasiz bo'ldi. Buni bosgandan keyin maxfiy numarni tanlagandan keyin bu rotor yengil qayta qo'zg'aldi. Shuning uchun telefonimizni rotorga qayta ulashimiz kerak. Buni taqmoqchiman. Mana. Mana buningdagi qulp maxfiy numari yo'q edi. Yana qayta kiramiz. Buni yangilashga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Bu yana siz kirib bo'lgan deb turibdi. Men rotorni qayta qo'zg'atishim kerak ekan. Qayta qo'zg'atib oldim yana. Qayta qo'zg'atib yana kirdik. Kirgandan keyin shu verlays yana simsiz to'g'ri degan gap bo'ldi. Mana simsiz ulanish. Mana buningdan bu yerga to'g'ri belgisi qo'yamiz. Bu yerga to'g'ri belgisi qo'ysak bundaq chiqadi. Bu yerga to'g'ri belgisi qo'ygandan keyin buni bosamiz. Buni bassak shu yaqin atrofdagi signal eng kuchli bo'lgan to'rlarni chiqarib berdi. Mana buni bassak yangilaydi, atrofdagi to'rlarni qaytini izlaydi. Mana buniki signalning qanday kuchli ojizligini qanday bilamiz deganda bu mana shu 58 dB degani qancha tuvan bo'lsa shuncha kuchli bo'lgan bo'ldi. Buni ulash uchun buni bosamiz. Buni bosgandan keyin mana bu maharat chiqdi. Buni tamam, endi bu saqlashni bosamiz. Saqlashni bosgandan keyin
Siz müşnün qarasızlar, müşnün ulamsız deydi. Ha, deb muqimlashni besatdik. Muqimlashni besib bo'lgandan keyin mana yana qayta kirib qaraymiz. Saqlandimi, saqlanmadimi? Tamam saqlanibdi. Endi biz bu yerda eng diqqat qilgan yerimiz mana bu DHCP. Buni cho'qim taqib etishimiz kerak. Buni kirgandan keyin mana bu holat chiqadi. Biz bu holatga bu yerga to'g'ri belgisi qo'yamiz. Mana buni taqgandan keyin bu butun qayta qo'zg'alish yeb beradi. Buni ozroq vaqt ketib qoldi. Shuni buni qisqartirib o'taman. Mana qayta qo'zg'alib bo'ldi. Qayta qo'zg'alib bo'lgandan keyin mana rotorni ulaymiz mana. Agar rotorimiz shu turga muvaffaqiyat ulangan bo'lsa, telefonimiz shu rotorga ulanadi. Agar ulanmagan bo'lsa, IP fayl deb, IP alamati deb xatolik chiqadi. Mana bu rotor hozir turga ulandi. Agar kimda rotor turga ulanmasa, yana boshqa turga ulab sinab baqish uchun qanday qilamiz deganda, buni besib turamiz. Mana advanced degan buni qaraymiz. Bu boshqa telefonlarga o'xshamasligiga qarab har xil shaklda chiqadi bu. Shu xatni tunosangiz bo'ldi. Mana bundan keyin IP settings, IP tanlash degan kirib, mana buni state qilamiz. Mana tegedagi g'uva bo'lgan sonni 192 chiqib 168 0 chiqib 2. Hargiz bir qilmaymiz. Bir yoki birdan boshqa qanday san qilsak bo'ldi. Chunki bizning rotorimizning IP'si 1. Rotorimizniki 168 chiqib 1 o'qib qolsa 1 qilamiz, 0 o'qib qolsa 0 qilamiz. Shu qanday o'zgartgan bo'lsa shunda tanishamiz. Mana. Men hozir qanchaga tanishib 68 ga tanishidim. Mana bu bizning rotorimizniki bu 1.